Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Karol Gaming. Ushbu videoda biz 4 qismdan iborat bo'ladi. Birinchi qism dinamik agent ochish, ikkinchi qism eng zo'r Varatar Donnarumani full qilish va stadionni bazani kuchaytirish va so'nggisi sezon pas ochish videosi bo'ladi. Qani bo'lmasa birinchi qismdan boshlaymiz. Birinchi qismda birinchi dinamik agent ochamiz. U o'sha taktika 4 ta tepadan, 4 ta pastdan va Husanovni bosib chiqib va endi ochamiz. Bismillah ketdi. Bo'yi uzun. Schikmikina bu. Udar 86, shooting. O'ng oyoq ekan. Schik qaysi oyog'i degan? O'ng oyoqda tepyapti. Bo'ydor 94 kuchga ega Greenwood. New Zelandiyalimiz ekan, shunaqa menimcha. Yaxshi. Bu ana уже yaxshi. Sorlot hujumga, Kubo right winger, Wood left winger. Ana уже 8 ta dinamik agentimiz bo'ldi. Endi sekin keyingi qismga o'tamiz. Bu sizlar bilan ikkinchi qism. Bu qismda Donnarumani olib full qilamiz. Donnaruma hozirda Manchester Cityda o'z ish faoliyatini davom ettirmoqda va Dream League Soccer 2026 o'yinida yagona 85 darajali Varatar. Qani bo'lmasam sekin mana bizda hozirgi Varatar Yasin Banavni 82-darajada, bu 78-79 bo'lsa 3 qo'sh 78-79 darajasi sal ko'tarilgan ekan o'zi aslida 81 bo'lishi kerak ekan. And now he's wearing the club shirt. There's no doubt he's one of the game's greatest players. Here he is, Gianluigi Donnarumma. Sekin haligi top 11 deydi-yu, ashna sekin boshlayapmiz. Varatadan ketdik. Mana 84, 82 deb hisoblasak, 3 qo'shilsa 85 bo'ladi. Demak, 84 reaksiya, handling 81 bo'lsa ham o'zgarmaydi ekan. Agar bitta tushsa, yo 79 mi, handling 83 mi reaksiya bo'lib qolsa, uje 84 ga tushib qoladi. Olib qo'yish kerak, full qilib qo'yish kerak. Tushib ketib qolsa 84 bo'lib qoladi, eng kuchlisi ham. Uje birinchisi handlingga tushdi. Yana bittalik. O yaxshi reaksiyaga. Iloji boricha 95-90 qilishimiz kerak. Qani bo'lsam uchinchisi bu. Handling. Yana handlingga tushyapti, qon qilib. Yana tushdi handlingga. Kashayu. Endi yana bittalik. Reaksiya. Har qanday yaxshi. Endi yana reaksiya yaxshi. Endi yaxshi handling. Menimcha yaxshi ketyapti-yu. Kamroq handlingga berish kerak edi. Reaksiya yaxshi. Uje 90 bo'ldi. 5 level oldi.
88 bo'lib uf. Faqat reaksiyaga tushish kerak iloji boricha endi. Ikkita handling tushsa yetadi. Ikkitali berib ko'ramiz. Reaksiyaga tushdi. Zo'r. 5 ta reaksiya, 2 ta handling. O'ldi. Bitta. 90 oldi. Mana shunday olib qo'yaylikmi? 90 bo'lib turaveradi. Endi mana shu zo'r turibdi. Qani bo'lmasam yana berishni boshlaymiz. Coach yetmay qolarkan-a? Reaksiya yaxshi. Faqat reaksiyaga tushish kerak o'zi. 91. Voy o'ldi. Musrov qoladi shekilli. Hammasi reaksiyaga tushish kerak. Qani. Oxirgisi ham tepaga tushsa yaxshi bo'lardi. Voy o'ldi. 93. Reaksiya 95 bo'lganda zo'r bo'lib qolardi-da. Yaxshi. Uje varatamiz ham 95 darajaga chiqib oldi. 93. Tezlari chataganda lekin. Mayli bo'laveradi. Endi biz 3-qismni boshlasak ham bo'ladi. Bu qismda stadion ko'tarib va unga bazalarni kuchaytirib olamiz. Hozir bizda 351 olmos, 5880 bitta tanga bor. Qani bo'lmasam ketdik. Biz birinchi fan zonani kuchaytirib olamiz. Biz stadion ko'tarishimizga ancha skidka qilib beradi. Mana 16% skidka qilib bersa kerak hozir. Shunaqa menimcha. Ana 16% qilib beradi. Mana 4129 da ikkita kichkina tomonni ko'tarib olamiz ekan. Yaxshi, jetmaydi ekan u. Sezon pas ochganda buni ham qo'yib ketamiz sekin. Bismillah, ketdi. Yaxshi. Bitta tomon qoldi. Hozir sezon pasda qoramizda. Bunga ham 2064 tanga ketar ekan. Yaxshi. Ketdi endi. Endi sezon pasda ochib olamiz. $1.99. Sezon pas hisobimizga tushib oldi. Klanga yuborib qo'yamiz. Birinchisiga tanga boramiz, stadion kuchaytirgani, ikkinchisiga boost olamiz. Keyin sekin kuchaytirib olamiz. Bu tomon. Xudo xolasa stadionimiz full holatga keldi. Bismillahirrohmanirrohim. Ana. Va stadionimiz full holatga ham yetib keldi. 52 tanga beradi stadionimizda o'ynasak. Screenshot ham qilib oldik. Bu yerdagi bonuslarni olamiz. Yaxshi, 228 tanga bo'ldi. Ana stadionimiz. Qaysini kuchaytirib qo'ysak ekan? Olmosga. Menimcha shuni qilsa kerak, diskont agentga. To'g'ri. Shuni oldik. Scout bilan agentga skidka qilib beradi bu. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana ikkita
olmos berdi. Toma gol urur deganlaridek. Sizlar bilan Karol Gaming bo'ldi. Omadinglarni bersin. Sog' va salomat bo'linglar.